Şuncha ham o'tiribdi. Rossiyadan kelgan. Sen? Bu yerden görse bir yakınrak kilamiz olsun. Bir yerler kime ulardı boşayımız indi ya. Punlardı bersin çoğundozlarga. Yakınrak kingizler iltimos. Şu piyodagilarni nima qilamizki, shu ichkariga kirgizmasligimiz kerak-da, cho'ndozlar. Iltimos sizlardan birinchi piyodagilardan ayibda, piyodagilar uloqda ichiga kirmasligimiz kerak. Biran cho'ndoz uradi bor-ku, ayibni cho'ndozdan ko'rasan, o'zingdan ko'rmaysan-da. Iltimos sizlardan piyodagilar tashqariga chiq deydimi, chiqib turinglar. Hozir to'yimizni boshlaymiz. To'yimizni boshlashdan oldin
mana shu hoji bobolarimizdan duo olamiz. Xo'p, undan keyin to'yni boshlaymiz. Mana hozir bugungi to'yimizda hammalaring juda yaxshi bilasizlar. Mana shu Nurullo raisni, Nurullo rais butun xalqimiz uchun Garsitda ishlab kelgan, Garsitda Global injeneri, Garsitda raisi bo'lib ishlab kelgan. Buni hozirgi kunlarda o'zi nafaqaga chiqqan pensioner, faqat xalqimizga duosi ostida yashagan insonlardan bittasi, xalqimiz uchun xizmat qilgan insonlardan bittasi. Faqat xalqimizga sibit bergan, sibit bilan ta'minlab turgan. Shu Nurullo rais bugun nevaralariga to'y beryapti. Nevaralariga to'y beryapti, chavandozlar. Men bir narsani aytib qo'yim. Bolli polvon butun O'rta Osiyoga tanilgan polvonlardan bittasi bo'lgan. Shu Bolli polvonning o'g'li Nurullo rais. Mana shu bugun chavandozlarning hurmatiga volish bermay uloq beryapti. Faqat hammalaringdan iltimos, uloqni juda xursandchilik bilan yaxshi o'yin kulgi bilan o'tkazishimiz kerak. Hammamizning maqsadimiz bitta bo'lishi kerak. Bitta. Tushunlaringmi? Mana hozirgi so'z navbatini mana shu Nurullo raisni voshnasi Hoji Xolmat bobomizdan eshitamiz. Marhamat. Tabii. Nik hoji ham kelavering, nik hoji kelavering. Bu yoqqa kelavering hozir. Ha, aziz chavaxonlar. Mana bugun Nurullo oshnamiz mana bugun nevaralariga katta to'y beryapti, katta uloq beryapti. Mana shu to'yda yaxshi tomosha qilik. Hammani mana shu to'yimiz yaxshi o'tsin, nevaramiz sog' salomat bo'lsin. Mana to'ylari yaxshi o'tsin. Nurullo raisni mana ko'nglida mana uloq bor edi. Mana bugun katta uloqni beryapti oshnamiz. Shu nevaralarga bir duo qilamiz, katta bo'lsin. Xalqimiz, elimiz uchun xizmat qiladigan inson bo'lib yetishsin. Shu to'yimiz, bugungi to'yimiz yaxshi o'tsin. Amin. Allohu akbar. Mana hoji bobo, yana bitta hoji bobomiz Xolvi hoji gapiradi. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindagan chavoqinlar, tomoshabinlar. Mana bugun bizni tertoramizda yaxshi uloq bo'lyapti. Buni ham sababchisi mana shu Nurullo raisni nevaralariga katta to'y qilyapti, nasib qilsa to'ylari. Shu nevaralarim ham to'y bola ham katta yigit bo'lsin. Bobolariday, otalarday katta polvon bo'lib nasib qilsa, xalqimizga, elimizga xizmat qiladigan zo'r farzand bo'lib yetishsin nasib qilsa. Mana bugungi uloqlarda ham nasib qilsa yaxshi qiziq o'tkazishda hamma mana shu tilakdash o'tiribdi. Parvardigor mana shu chavog'inlarga ham hammalaringiz eson-omon bo'linglar, intifoq bo'lib chavingizlar. Yiqilmay, sirinmay, Allohdan so'raman, yaxshi uylaringizga borishga Allohdan so'rab qolaman. Amin. Alloh. Hozirgi so'z navbatini mana shu Nurullo raisning voshnasi Salom aka Tag'iyevdan eshitamiz. Bu eski chavandoz hamang bilasan. Chavandozlarga balik. Rahmat ey chavandozlar. Mana shu hammalaringizga kuch quvvatni bersin. Nasib qilsa hammalaringiz sog' salomat kellaringizmi? Sog' salomat uylaringizga borishni Xudo nasib qilsin. Mana shu Nurullo raisni жаңа bu maqtadi Bolli polvonni hamma taniydi. Bolli polvonga qarag'amizda biz volish berishimiz kerak edi shu bugun. Lekin shu men voshnamni bugun ko'ndirdim. Agar urush janjal bo'lsa, u qalaqdek bo'layotgan bo'lsa, to'xtatamizda volish qilamiz. Hamma rozimi shunga? Ha. Mayli, sog' salomat bo'lsin, to'ylarga olasin, hammani to'yga yetsin. Amin. Allohu akbar. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat, sağ olun. Alham reis bormi? Alham reis. Yaqinda 2025-yil 16-dekabrda muhtaram prezidentimiz Janobi Olini payomi prezidenti bo'ldi. Shu prezidentimiz o'zini payomida sportsmenlarimiz uchun juda bir faxrlanib, juda yaxshi gapirdi. Sportsmenlarimiz dedi, jahonda hamma davlatlariga borib faxrli o'rinlarda olib kelyapti dedi. Faxrli o'rinlarda olib kelyapti. Tilla medal olib kelyapti dedi. Mana shu sportsmenlarimiz davlatimizni bayrog'ini baland ko'taryapti dedi. Sportsmenlarimiz dedi Tojikiston davlatini butun jahonga tanityapti dedi. Mana haqiqatan muhtaram prezidentimiz Janobi Oliy Imomali Rahmon nima uchun faxr mana bu gapni gapiryapti? Chunki sportsmenlarimizga sharoit yaratib beryapti, imkoniyat yaratib beryapti.
Mana bu chavandozlar uchun qancha sharoit yaratib berib qo'yibdi. Jepni bekor qilyapti. Chavandozni ustiga vat haydama deyapti. Jonjal qilma deyapti. Takani 35 kilodan 40 kilogacha qilyapti. Avur taka taylatmayapti. Shunda ham xursandchilik mana. Ular chop bosalaring, chavandozlar. Voyib o'zlaringdan. Bekuvuldan ham voyib yo'q. Takadan ham voyib yo'q, vatdan ham voyib yo'q. Faqat hammalaringga iltimos, bejonjal Allohga olsin. Mana bugungi to'yimizni yana aytyapman. Yunus Rais, federatsiya raisi bosh bekuvul to'yni olib boradi. Yordamchisi Naim Pardayev, shu ikkovi Hamidjon Pardayev jiyanimiz talon olib boradi. 3 kishi. Boshqa bironta o'rlashmagan. Yunus Rais, marhamat bir ikki o'z gapiringizni ham iltimos. Naim gapiraman, mayli. Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar hamda mezbonlar, chavaxonlar. Bugun Jahon akamiz to'y qilyapti. Necha yillardan beri niyat qilib, o'zi polvon. Lekin chavaxonlarga bali chiqib uloq beryapti bugun. Agar Alloh jonjonimni to'xtatib olish beraman deyapti. Chavaxonlar iltimos bir-biringizga qarashingizlar. Halol harom bugun chisni bo'ladi. Varatadan o'tkarasan, haqingni olasan. Bayroqmi bayroqagiz haqingni olasan. Undagi bexuda tintaklar chovib, bekarlarni kelib talon kelib jonjal qilmanglar. Jahonbek sherda, Jahonbek, kiminiga? Tanishing bormi? Ilfating bormi? Vashning bormi? Talonni hozir ber. Alloh taolasiga kelib jonjal qilib talon ber. Boshqa kelib bitta Dilshod 100 marta o'qib jotmadi bir odamni. Jonjal qilmanglar iltimos. Talon uchun, to'y uchun kelayotgan hozir taloningni ol, ketaver. Allohcha jonjal qilma. Nimaga kelasan azki, ol taloningni ket. Alloh jonjal qilmanglar. Iltimosda chavaxonlar. Bitta biz niyatimiz Allohni tinch o'tkazish. Hammamni mehmonlar kelgan ishini taylab, to'yini taylab, ma'rakasini taylab shu kelib turibdi. Bu insonlarga ham rahmat. Shu biz samigalam bitta niyatimiz Alloh tinch o'tsa bo'ldi akram chavaxon. Tamam. Hozir mana federatsiya Denis akam bir gaplari bor, gapirsin. Assalomu alaykum chavandozlar. Mana shu insonlar yaxshi gaplar aytib o'tdi. Birantang oldimga meniga tushib qoldi, biga tushib qoldi, kiyib o'tirma o'tib qo'ying. Qavmimiz degan ko'tar qo'lingni. Bugungi beka Naim yana bitta to'yga bekor qiladi. Bo'ladi. Agar sog' salomat bo'lsa, Naim bo'ladi. Bitta emas, ikkita to'y bo'ladi hali. Mana biron yerda aloq yo'q. Da, to'yda boshqa. Taylaring pastga. Takani piyodalar o'rtaga yetadi, bekuvulni oldiga. Bekuvulni oldiga yetadi o'rtaga. Bekuvul duoni beradi. Birinchi solimga. Bundaga. Birinchi. Menga bering mikrofon. O'rtoqlar, bu yil taklif bo'lyapti-ki, vat yeylayotgan. Hammang chavandoz. Boqam bor, vat yeylayotgan. Mana vat yilida faqat xursandchilik va yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Chavandozlar, hozirgi birinchi solim hozir Nurullo Raisga duo qilasiz Salom aka. Nurullo Rais mana bugungi to'y bolalarining katta bobosi. Nurullo Raisning nomidan bitta chori sarga qo'yiladi. $100 pul qo'yiladi. Bekuvullar o'rtaga Allohga yetadi, bekuvullar duoni beradi, undan keyin Allohga taylaysan. Bayroq desa bayroq, qora desa qora. Amin. Alloh. Walking. Tayla o'rtaga. Takani jiga qo'ysin, Denis Rais uzatmasin takani. Chondozlar haydama takani ustiga olin. Bo'ldi takani talang jiga. Uzatma bilan taka chondoz, tamom. To'y bolani Nurullo bobosining nomidan bir chorislarga $100 puli bor. Varatadan o'tkazsan chondoz.
To'y bolani Nurullo buvasining nomidan bir chori sarka $100 puli bor. Varadadan o'tkarasan jo'ndoz. Balanddan pastga qarab o'tkarasan jo'ndoz. Makam qil. Muhirdan qo'ydi. Qo'ydi. Muhirda jo'ndoz makam qil. Varadadan o'tkarasan Nurullo buvasining nomidan $100 bir chori sarkasi bor. Varadadan o'tkarasan jo'ndoz makam qil. Jo'ndoz makam qil. Varadadan o'tkarasan. Tamam, kabul ya. Ular joyda cho'nozlar piyodagilar iltimos sizlarga hazza aytib o'tildi. Piyodagilar tashqariga chiqamiz akalar. Bugun ulog'imiz juda katta o'tadi nasib bo'lsa. Uni balandda Zolotoy Go'rpa dedi Jo'rabek polvon, G'ulom rais. Bek magazinchilar bor shu akalarimiz Zolotoy Go'rpa dedi. Vaganda o'tiribdi shu insonlar. Hali ularda solimi juda og'ir bo'ladi. Shod men anakamga qilibdi. Bugun infarktma, sen olib kelib bunday gapni qilibdi. Vazirxonda qo'yib, buni e'lon qilib tamom. Öbürkü uyda dışlarda uçatma iltimas yaptı. Minde iltimas yaptı. Ularga vatan o'qim uchun atlar u. Qachondan islomni kishi bo'ladi. Mayli, tamam. To'y bolani buvasi Nurullo raisning nomidan bir chori sarka $100 puli bor cho'ndoz varatadan o'tkarasan. Shistidi. Tamam. Kalbon prezident. Jangan bertanya kan. To'y bolani Nurullo buvasining nomidan bir chori sarka $100 puli bor cho'ndoz varatadan o'tkarasan. Beko'llar varatada turibdi cho'ndoz. Balanddan pastga qarab o'tkarasan. Cho'ndoz makamga to'y bolani buvasi Nurullo buvasining nomidan $100 bir chori sarkasi bor. Cho'ndoz varatadan o'tkarasan makamga. Varatadan o'tkarasan cho'ndoz makamga. To'y bolani Nurullo buvasining nomidan $100 bir chori sarkasi bor cho'ndoz. Varatadan o'tkarasan cho'ndoz $100 bir chori sarkasi bor cho'ndoz varatadan o'tkarasan. Makamga cho'ndoz. Mayli. Shuhrat cho'ndoz makamga varatadan o'tkarasan to'y bolani Nurullo buvasining nomidan $100 bir chori sarkasi bor cho'ndoz makamga. Varatadan o'tkarasan cho'ndoz. Shuhrat cho'ndoz makamga Shuhrat cho'ndoz. Varatadan o'tkarasan.
Shuhrat Cho'ndoz, Varatadan o'tkazadi. Shuhrat Cho'ndoz, Tuybalani Nurullo bobosining nomidan bir chora sarka $100 puli bor. Varatadan o'tkazadi Cho'ndoz. Dilshod meni eshityapsanmi? Ishtapan. Cho'xon duosini o'tma tortib ketayotganda deyapti. To'yga shu e'lon berganlar o'ttirib, o'tmayib. Bo'ldi, tamam. Mayli. Bekor bo'ldi. Tammasini nomidan bir buqchasini chiqarib oladi. Qaysi amasi? Inoyat. Nima yap? Tammasini nomidan bir buqchasi bor. Chiqarib oladi. Birinchi bosim, keyin tushuntirib gapiring aka. Inoyat xonasining nomidan bir buqchasi bor. Chiqarib oladi. Inoyat. Bo'ldi, keyingisini o'ydim. Yana bir buqchasi bor, chiqarib oladi. Tushib ketdimi? Bir bo'xchasi bor, Cho'ndoz chiqarib olasan. Bir bo'xchasi bor, chiqarib olasan Cho'ndoz. Qaysi parda? Vali Pardayev nomidan bir chora sarka balanddagi bayroq yozgan Cho'ndoz. Vali Pardayev nomidan balanddagi bayroq yozgan Cho'ndoz bir chora sarkasi bor. Balanddagi vaganga deysan Cho'ndoz. Balanddagi vaganga deysan, Vali Pardayev nomidan bir chora sarkasi bor. Bekorlar shaharda turibdi Cho'ndoz. Ya bu turibdi inson yo'q. Buni ham bunaqa botiraydi, qo'ydim o'ti. Vali Pardayev nomidan balanddagi vaganga deysan Cho'ndoz makamqa bir chora sarkasi bor. Balanddagi vaganga deysan Cho'ndoz. Kim bilaymi? Malik Cho'ndoz Arabxonadan Usmon akamizni Samuray laqabli oti bilan bir bo'xcha yillik somon bo'layapti. Tabrik Malik Cho'ndoz. Vali Pardayev deysan Cho'ndoz bir chora sarkasi bor. Yine şırpınlar. Çağırın mı yok ki? Kabine kili verenler, kabine Konuşacak olmadı çağırın. Parvez. Nima lan? Otabek Cho'ndoz Qizilkedimandan. Ot Qizilkedimandan. Karim akamizning Malish laqabli oti bilan Munoyat xalasining nomidan qo'yilgan bir bo'xchani erdi. Tabrik. Otabek Cho'ndoz. Karim aka tabrik. Vali Pardayev nomidan bir chora sarkasi bor. Vaganga deysan Cho'ndoz makamqa. Vali Pardayev nomidan bir chora sarkasi bor. Balanddagi mashina deysan Cho'ndoz vaganga. Mirali ciddi. Sura da sıfatından sura. Mirali ya. Ay Mirali. Sen bir telefonla tutuyorsun. Mirali ya.
Nurali nima bo'ldi ya? O Nurali jildimi? Ha? Jilolmami? Şunun nomidan bir chorzarka $100 puli bor, cho'ndoz varatadan o'tkarasan. To'y bolani Nurilla buvasining nomidan varatadan o'tkarasan, cho'ndoz bir chorzarka $100 puli bor, varatadan o'tkarasan cho'ndoz. Balanddan pastga qarab o'tkarasan. Endi tog'a tarafdan baland desa kerak. Bo'shatdirman deb ketdi. Nima u? Urollan. Ha? To'y bolani Nurilla buvasining nomidan bir chorzarka $100 puli bor, cho'ndoz varatadan o'tkarasan, makamga cho'ndoz. Do'stim zakon bo'attir qizingiz. Avon mikrofonni ko'ryapman. Tamam, siz do'stingiz ham kelib turibdi. To'y bolani Nurilla buvasining nomidan $100 bir chorzarkasi bor, varatadan o'tkarasan, cho'ndoz makamga. Esi piyodalarga o'ydin qanchaga chiqmayman ekan. Valınsa ikuga o'ydin qan, u nima ekan? Ashira Deniz akaga jo'g'in-ku mendan ko'ra shu biroz o'ytsin. Qanday o'ysin deyap. Xursand cho'ndoz iskaradan parda ochibomizda zaychiklar qabliyati bilan Vali Pardayevning nomidan qo'yilgan bir chorzarkani erdi. O'tabek cho'ndoz makamga. To'y bolani Nurilla buvasining nomidan $100 bir chorzarkasi bor. Tamam aka. Hozir keladi mardak. Qandingiz bering aka. O'tabek cho'ndoz bak aka, balichiklar bor ekan senga. Nasim Pardayevpa, Naim Pardayevpa. Nasim Pardayevning nomidan bir xolgilam $100 puli bor. Baland tegib olganga desa cho'ndoz. Nasim Pardayevning nomidan Nasim Pardayevning nomidan 100 somon puli bor, baland tegib olganga desa cho'ndoz. Gabirin. Hazır siz bir xoliyam deymamizmi? Tamam. Nasim Pardayevning nomidan 100 somon pul, bir bo'xchasi bor, baland tegib olganga desa cho'ndoz. Nasim Pardayevning nomidan bir bo'xcha 100 somon puli bor, baland tegib olganga desa cho'ndoz makamga. O'tabek cho'ndoz qizil kedimondan, ot qizil kedimondan Karim akamizni Malish laqabloti bilan to'y bolani Nurilla buvasining nomidan qo'yilgan bir chorzarka $100 pul berdi. Tabrik O'tabek cho'ndoz. Nasim Pardayevning nomidan 100 somon pul, bir bo'xcha, to'ydorning nomidan yana 50 somon puli bor, baland tegib olganga desa cho'ndoz. O'tabek cho'ndoz tabrik. Solimni qabul qil. Birinchi qo'yilgan solim. To'y bolani Nurilla buvasining nomidan qo'yilgan $100 bir chorzarka. O'tabek cho'ndoz qizil kedimondan
Ot Qizil Ketmondan Karim akamizning balish laqabloti bilan marodidan o'tkazdi. Tabrik Otabek Shondoz. Karim aka tabrik. nomidan 100 somon, bir bo'xcha. To'ydardi nomidan 50 somon, bir bo'xcha. Ilon ber. Nasim Pardayev nomidan 100 somon pul bir bo'xchasi bor Shondoz. To'ydar nomidan bir bo'xcha 50 somon pul balanddagi vaganga desan Shondoz. Nasim Pardayev nomidan 100 somon pul bir bo'xchasi bor. To'ydar nomidan 50 somon pul bir bo'xchasi bor. Balanddagi vaganga desan Shondoz makam qil. Nima deysiz? Nasim Pardayev nomidan yana 100 somon pul bor. 200 somon pul Nasim Pardayev nomidan, To'ydor nomidan 50 somon pul bir bo'xchasi bor. Vaganga desan Shondoz makam qil. Bu 100 somon qisasi turibdi, hali g'azib qilgan. Ilon bergandi, vali uradi. Farqi yo'q. Bo'ldi, tamam. Nasim Pardayev nomidan 200 somon pul bir bo'xcha, To'ydor nomidan 50 somon pul bir bo'xchasi bor Shondoz. Balanddagi vaganga desan Shondoz makam qil. Qanday bo'lmaydi? Otabek Shondoz Qizil Ketmondan, Ot Qizil Ketmondan Karim akamizning malish laqabloti bilan marodidan o'tkazdi. Tabrik Otabek Shondoz. Karim aka tabrik. Vaganga desan Shondoz. Nasim Pardayev nomidan 200 somon bir bo'xcha, To'ydor nomidan 50 somon pul bir bo'xchasi bor Shondoz. Paskayda Shondoz. Paskay desan Shondoz. To'ydek endi birodar. Balanddagi vaganga desan Shondoz. Nasim Pardayev nomidan 200 somon pul bir bo'xcha, To'ydor nomidan 50 somon pul bir bo'xchasi bor Shondoz. 250 somon 2 dona bo'xchasi bor, balanddagi vaganga desan Shondoz. Ağzını bir tut. Uloq joyda deyapti Shondoz. Nasim Pardayev nomidan 200 somon bir bo'xcha, To'ydor nomidan 50 somon pul bir bo'xchasi bor Shondoz. 250 somon ikkita bo'xchasi bor, vaganga desan Shondoz. Uloq joyida. Ayakta aç. Sıkıntı yok. Hatta ne diyor? Vaganga. Baland. Nima bo'lib qoldi amaga?
Res. Bir qarang endi. Res. Res. Tiye. Res 1 2 3. Nima bo'ldi Hamid aka? Nima bo'ldi deyman? Nasim Pardayev'de sağlamı joyida turibdi. 200 somon pul bir burcha Nasim Pardayev'de nomidan To'ydor nomidan yillik somon pul bir burchasi bor cho'ndoz. Vaganga deysan. 100 metr turibdi. Vaganga deysan cho'ndoz. Bekorlar shu yerda. Dangal qilib aytasan. Varatadan o'tkaraman. Reyhan ammasini nomidan bir pullar sirg'asi bor, varatadan o'tkaraman. Avval mikrofon ishlasin. Res. Shuni. Res. Res 1 2 3. Hadiyaxon ammasini nomidan bir tilla sirg'asi bor cho'ndoz varatadan o'tkarasan. To'y bolani Hadiyaxon ammasini nomidan varatadan o'tkarasan cho'ndoz bir tilla sirg'asi bor. To'y bolani Hadiyaxon ammasini nomidan varatadan o'tkarasan cho'ndoz bir tilla sirg'asi bor. Parviz Yiznasini nomidan 500 somon puli bor. Vaganga deysan. Parviz Yiznasini nomidan 500 somon balanddagi vaganga deysan cho'ndoz. To'y bolani Parviz Yiznasini nomidan vaganga deysan cho'ndoz 500 somon puli bor. Malik cho'ndoz arabxonadan, ot arabxonadan Shobirdi raisni Budana laqabloti bilan Nasim Pardayev nomidan qo'yilgan 200 somon pul bir bog'cha, To'ydor nomidan yillik somon pul bir bog'chani berdi. Tabrik Malik cho'ndoz. Qandingiz o'ring aka. Qaysi jizasi deydi? Qaysi jizasi? Parviz Yiznasi. To'y bolani Parviz Yiznasi nomidan 500 somon balanddagi vaganga deysan cho'ndoz makabqa. To'y bolani Parviz Yiznasi nomidan balanddagi vaganga deysan 500 somon puli bor cho'ndoz. Shoshmay turdim. Bo'ldimi? To'y bolani Parviz Yiznasi nomidan 500 somon balanddagi vaganga deysan cho'ndoz makabqa. Piyodagilar iltimos tashqariga chiqamiz. Piyodagilar iltimos sizlardan ey. Shuhrat cho'ndoz Qizil Kedimandan, ot Qizil Kedimandan Ziyobiddin raisning Jiron laqabloti bilan to'y bolani Hadiyaxon ammasini nomidan qo'yilgan bir tilla sirg'ani varatadan o'tkazdi. Tabrik Shuhrat cho'ndoz. Qandingda bo'l. Hamid aka
nariga bormaysizmi? Bormi? Ha Shiron aka. Mayli aka siz ishni zarba qilavering, biz shu yerda aka xizmatda bo'lgan. Mayli. Hamid aka shuni yirtara qo'ydi-da aka. Seni keyin o'ylayapti-da, men qo'ysanlar keyin. O'sha o'chani eshitdim, uni keyin o'ylayapti. Parviz yaznasidimi? Ha, aklımda Mana Vohid aka o'tiring. Vohid aka. Vohid cho'noz Qizil Ketmondan, ot Qizil Ketmondan Xolboy hoji bobomizni Karav laqabloti bilan to'y bolani Parviz yaznasining nomidan qo'yilgan 500 so'm pul berdi. Tabrik Vohid cho'noz. Xolboy hoji bobo tabrik. Anvar aka, tabrik aka. Cho'ndozlar bu yoqqa ovutdan bu yoqqa o'tkazamiz. Cho'ndozlar poliyaga o'tkazamiz uloqni. Cho'ndozlar hozir uloq boshlamay tushuntirib hammaga aytdi. Uloq bekor bu tarafga o'tsa dedi. Iltimos sizlardan cho'ndozlar maydonga o'tkazamiz uloqni. Vohid cho'ndoz Qizil Ketmondan, ot Qizil Ketmondan Xolboy hoji bobomizni Karav laqabloti bilan to'y bolani Parviz yaznasining nomidan qo'yilgan 500 so'm pul berdi. Tabrik Anvar aka. Vohid cho'ndoz tabrik. Ya getdi xushbin. Tamam, getdi. Bolamga jaqinda. Suqoy bo'lsa, tashna chinadi. Suqoy bu. Bizni do'zaga turgan suqoy. Sirra qo'shqinda. Ha, getdi xushbin. Aptekning nomidan 400 so'm puli bor. Cho'ndoz mikrofonga deysan. Qirpog'imlarda hammasi qolmaydi. Necha ketdi? Erkakam o'tiribdi. Merolim aptekning nomidan 400 so'm mikrofonga deysan Cho'ndoz makamga. Ocha baqay. Keldi. Uloq joyida. Halol deyapti. Cho'ndozlar uloqni almashtiramiz, nima qilamiz? Takan almashtiramiz, cho'ndozlar uloq bekor deyapti. Takan almashtiramiz, cho'ndozlar. Takan almashtiramiz. Biringa berding. Takan almashtiramiz, cho'ndozlar. Takan almashtiramiz, solimni kattartamiz. Yaqinroq kelamiz, cho'ndozlar. Ro'ziboy cho'ndoz Arabxonadan, ot Qizil Ketmondan Merolim aptekni Mers laqabloti bilan Merolim aptekning nomidan qo'yilgan 400 so'm pul berdi. Tabrik Ro'ziboy cho'ndoz. Merolim aka tabrik. Malik cho'ndoz Arabxonadan, ot Arabxonadan Shobirdiresli Budana laqabloti bilan Nasim Pardayevning nomidan qo'yilgan 200 so'm pul berdi. Tabrik Malik cho'ndoz. Ta'riflab o'tdik. Shu Boli polvonning nomidan nevaralari qo'yyapti sovrinda. Shu Boli polvonni ham yotgan joyi jannatda bo'lsin. Qolgan umrlarini Alloh taolo farzandlariga, nevaralariga, chevaralariga bersin. Nevaralari, chevaralari
farzandlariga katta to'ylar berib, xalqimizda, elimizda duosini olaversin. Allohu akbar. Allohni o'rtaga yetasizlar, bol polvonni nomidan qo'yiladi sovrin. Ya uçur jaringni de. Lasa. Bolu polvonni nomidan nevaralaridan 1000 so'm pul var, varatini o'tdi. Bolli polvon bobomizning nevaralari nomidan 1000 so'm pul var, varatini o'tkarasan Cho'ndoz makamga. Bolli polvonning nevaralari nomidan varatini o'tkarasan Cho'ndoz 1000 so'm pul var. Ro'ziboy Cho'ndoz Arabxonadan ot qizil ketmondan Mirolov Abdikning Mers laqabloti bilan Mirolov Abdik nomidan qo'yilgan 400 so'm pullarni tabrik Ro'ziboy Cho'ndoz. Mana. Tamam. Bolli polvon bobomizning nevaralari nomidan Cho'ndoz varatidan o'tkarasan 1000 so'm puli bor Cho'ndoz makamga. Bolli polvon bobomizning nevaralari nomidan 1000 so'm puli bor Cho'ndoz varatidan o'tkarasan. Cho'ndoz makamga. Ertan Çovakan, Aspi, Sayvali Çovandoz, Avesto, Tomakami, Manka. Sherxon Cho'ndoz. Ot qayerdan? 55 dan? Kolxoz Avistodan ekan, laqabi nima? Manka? Manka laqabloti bilan Sayvali Cho'ndoz 2 boksha tabrik qandingizni bering aka. Ro'ziboy Cho'ndoz Arabxonadan ot qizil ketmondan Mirolov Abdikning Mers laqabloti bilan Mirolov Abdik nomidan qo'yilgan 400 so'm pullarni tabrik Mirolov aka. Ro'ziboy Cho'ndoz tabrik. Bolli bobomizning nevaralari nomidan Cho'ndoz 1000 so'm puli bor, varatidan o'tkarasan Cho'ndoz makamga. Alo. Bolu polvonni asl nevarasi men. Bolu polvon nevarasi degan men tushunmayman. Ana nevaram bor edi, men sizga qarayman deyapman. Kim bola bu? Yo, men. Bolli polvon bobomizning nevaralari nomidan 1000 so'm puli bor Cho'ndoz varatidan o'tkarasan makamga Cho'ndoz. Bekorlar varatida turibdi. Yaşlaya şu kırıklayana. Uloq bekor deyapti Cho'ndozlar. Uloq bekor. Uloq bekor deyapti Cho'ndozlar. Uloq bekor deyapti Cho'ndozlar. Uloq bekor. Men nima qilaman? 57 ga kirib men birinchi marta aloq berishim. Men vaqt qiziqmayman. Men soatda xalqga yanada tiydim.
Öte bugün nırılarıyız, nırılara toy bile yaptı dedi. Şimdi. Bunlar çok oynatma yana izliyoruz. Bunu yapalım diyor. Hazır. Miramda namıdan, Sabırık Miramda namıdan 5000 rasiskisi var. Rayına etsen. Sabırov Miralımda nomidan 5000 rubl rossiyskiy balanddagi vagonga yuzlab chiqamiz. Sabırov Miralımda nomidan 5000 rubl rossiyskiy balanddagi vagonga yuzlab chiqamiz. Sabırov Miralımda nomidan vagonga desan chiqamiz 5000 rubl rossiyskisi bor chiqamiz. Piyodagilar iltimos tashqariga chiqamiz. Piyodagilar iltimos. Boli bo'lgan buvamizning nevaralari nomidan 1000 so'm puli bor chavandoz varatidan o'tkazamiz makamga. Malik chavandoz, Malik. Malik? Ha, Yangioboddan Hojiston Mangollar qatori. Malik chavandoz arabxonadan. Ot qayerdan? Ot Yangioboddan Hoji Islomning Mangol laqabloti bilan Mirolim Sobirovning nomidan qo'yilgan 5000 rubl rossiyskiy yerda tabrik Malik chavandoz. Tabrik aka sizga ham. Nega birada chiqmaydi? Men Emin nurlarıyız. Ha? Men şu sahada katlardan bu. Ahmet ne utasın? Ketdi, ishlo. Ya hozir paşam nahi Ahmet desam, Alloh joyidami? men şu sahada katlardan. Ya noto'g'rimi? Hamid aka nima qo'yilgan? Ey, Dilshod yaxshilik qilibdi. Zolotoy Gurpon nomidan g'oyaga yetasan. Zolotoy Gurpon baganda turibdi. 500 so'm puli bor. Zolotoy Gurpon nomidan 500 so'm balanddagi vagonga deysan cho'g'indiz. Zolotoy Gurpon bormi shu yerda? Zolotoy Gurpon nomidan 500 so'm balanddagi vagonga deysan cho'g'indiz. Yanda o'tiribdi Zolotoy Gurpon baganda. Hala Ahmet. Ha? Kim aka? Bizga e'lon qilgan Malik chavandoz Mangol Malik cho'g'indiz arabxonadan. Ot Yangioboddan Hoji Islomning Mangol laqabloti bilan Sobirov Mirolimning nomidan qo'yilgan 5000 rubl rossiyskiy yerda tabrik Malik cho'g'indiz. Hoji Islom tabrik sizga ham aka. Miskama men Cho'g'indizlar Zolotoy Gurpa deydi. Vaganda o'tiribdi. Zolotoy Gurpaning nomidan 500 so'm puli bor cho'g'indiz balanddagi vagonga deysan. Cho'g'indiz vagonga Zolotoy Gurpaning nomidan 500 so'm balanddagi vagonga deysan cho'g'indiz. Keyingi jo'nal mayli. Tamam. Hadi çal. Kim o yerda? Hoştu. Tojdin Chavandoz. Ot Komsomoldan Nazar brigadi Kengiro laqabloti bilan Bolli polvon buvamiz nomidami? Varatidan o'tdimi? Ha. Sizniki nima bo'lgan? 100 so'm bir bo'qcha. 100 so'm bir bo'qcha yerda tabrik. Qandingizni o'ring aka. Iskandar Chavandoz Hoji Toshmurat buvamizning Megi laqabloti bilan Bolli polvon buvamizning nevaralari nomidan qo'yilgan 1000 so'm pul berdi. Tabrik Iskandar Chavandoz. Qandingizni o'ring aka.